Xo'sh, amsa birinchi jumla nima ekan desanglar, Mrs. Smith's kitchen is small. Okay. Ana bu yerga Mrs. Smith bilasizlar. Smith xonim shunami? Smith's ma oxiri Smith bu nima desanglar? Ning. Endi bir şeyge nima desanglar, ning qo'shimcha qo'shildi. Demakki, ustiga cho'q pashtimni qo'yib, asli demakki, Smith xonimning oshxonasi is small. Okay, endi kichik deydi. Endi Smith xonimning oshxonasi kichik deydi. Endi Smith xonimning oshxonasi cho'ng deganni nima deymiz? Desanglar, Smith's living room is large. Okay, large. And there is a refrigerator in the kitchen. Xo'sh, endi bugun yip-yangi bir narsa o'rgandik. Endi there is. Okay, endi there is deganimiz bo'lsa. No, bar degan gap. There is bar. Nima? There is a refrigerator. There is a refrigerator deganimiz bir to'nglatqi bor. To'nglatqi bor. In the kitchen. Anada oshxonasida. Demak, endi inglizchada bar deganni mush oldiga oldik ekanmiz. Demak, mana birlikka there is keladi. Undan keyin there are kelganini kelar soatlarimizda o'rganamiz. Demak, there is bar. There is a refrigerator in the kitchen. Endi bu yerga birisi yana birisi the. Bu nima desanglar artikellar. Birisi aniqsiz artikel, birisi aniq artikel deymiz. Oldingi qadamliq darsimizning bir qadam so'zlagan savolashlar. Bu aniqsiz artikel nima desanglar, masalan bir. Endi bu yerga to'nglatqi refrigerator deganda dunyoga hamma to'nglatqini ko'rsatmaydi. Hamma to'nglatqini ko'rsatayotgan ekan hamda bu bizningki da'vat qilamiz shu oshxonaga birlam dunyoga hamma to'nglatqi emas. Şunu aldığını nima desanglar, olamiz. Agar men ayni omma saqcho desanglar, bu jumla xato. Masalan, there is a refrigerator in the kitchen. Xato. Chunki nima? There is a refrigerator in the kitchen. Ana bu yerning uchun the kitchen deb olamiz. Endi kitchen degan bu dunyoni nurg'unlagan kitchenni basa. Endi o Smith xonimning kitcheni naq shuning ichidagi birisi. Endi shu yo'liqa Smith xonimning deb bir qatim tilg'ab bo'lishni ham Mrs. Smith's kitchen. Smith xonimning oshxonasi kitchen deganni bir qatim tilga oldik. Endi ikkinchi qatim yana shuning o'xshash ismlarni tilga olganda texnik bir aniq ko'rsatish uchun the deganlarimiz the the kitchen deb oldik. Endi bu yerga the ning ma'nosi eliqi. Eliqi oshxonada bir tal to'nglatqi bor. Endi bu yerga eliqi deganimiz nima desanglar, shu eliqi degani shu Smith xonimning degan gap. Ana bir narsani ikkinchi qadam tilga olganda, yana masalan paranglashayotgan ikki tarafga o'rtaq bo'lgan narsani deganda the-ni olamiz. Adosh yiliq o'g'avli bugun kelibdi qara. Yiliq o'g'avli bugun ko'rdim deb qizlar paranglashib ketdi. Demak, hamda o'sha yiliqi degani hamda shu ikkisiga o'rtaq, ikkisi yiliq bilishadigan, lekin biz bilmaymiz yiliqi desa. Shunami? Demak, the kitchen yiliq oshxona, qaysi oshxona? Smith xonimning oshxonasi. Demak, there is bar dema bir to'nglatqu. Nada? Yiliq oshxona. Okay, in the kitchen. Janalama? Buni texnik tafsir to'xtalamiz. Okay, a refrigerator is white. Yiliq to'nglatqu bo'lsa oq. Qas to'nglatqu desa, o'sha Smith xonimning yiliq oshxonasiga yiliq bir to'nglatqu bor, shunami? Demak, there is a refrigerator. The refrigerator yiliq to'nglatqu. Biz A5 tilga oldik-ku, there is a refrigerator. Endi birinchi qadam tilganda o'ralamiz, ikkinchi qadam cho'rasanglar. Masalan, tunugun meva ketib qolgan vaqtimda oldimga bir ishet uchirdi. Adog, shunaqa, birinchi qadam. Eliq ishet yaman satgan, jima. Eliq ishet degan the dog. Demak, ham ikkinchi qadam tilga olganda the eliq ishnami? The refrigerator is white. It is on the right. U bo'lsa on the right. Endi yana mush taraflarga solishlar. Demak, aslida buning to'liq shakli right of the kitchen. Shunami? Oshxonaning o'ng tarafi. Endi yiliq o'ng taraf degani, demakki d-ni aniqlashtirib qo'yishimiz kerak nima dersanglar, shu oshxonaning shu yiliqqa yana o'ng tarafi deganni ko'rsatadi. Demak, d-ni ko'rsatib o'sha oshxona. Demak, ham shu yiliqqa oshxonaning nima o'ng tarafida. It is on the right. The right. Shunami? Shu ham shu. O'ng taraf. And qaranglar, there is an electric cooker in the kitchen. And oshxonada bir tal elektronlik o'choq bor ekan. There is an electric
cooker. Endi ma tunji qatim til qilyapmiz shuni oshxonada. Bir tal nim bor ekan, endiki için eliq oshxonada bir tal elektronlik o'choq bor ekan. There is. Endi eliq o'choq. Shunami? The cooker, qos cooker, eliq o'choq, qosir eliq. The cooker is below. Endi bu eliq o'choq bo'lsa, ko'kranglik. It is on the left. The left. Eliqi o'ng tarafda. Qos o'ng tarafda, shu eliq oshxonning eliqi o'ng tarafida. Shunga oshxon degan qisqarib ketdi bir qancha tillar. Shunga the left deb qo'ygan. Ma the left ni tushib qolsa bo'lamda, bo'lmaydi. Shu aniqlashtirish uchun shu eliqi Simiz xonimning oshxonasining eliq o'ng tarafi bo'lish uchun the left ni olamiz. Jo'nala, it is on the left. And there is a table in the middle of the room. There is a table. And oshxonaning o'ttirisida bir tal ustal bor. Table deganimiz tamoq yeydigan ustalni table deymiz. Middle of the room. Okay, of the room. Eliq o'yining o'ttirisida, shnami? And there is a bottle on the table. And eliq ustal, the table, nima bor ekan? A bottle. Bir potilka bor ekan. Shnami? Ustalning ustida bir tal nima bor ekan? Potilka bor ekan. The bottle is empty. And the eliq potilka bo'lsa, qanday quruq deydi. The bottle is empty. Okay, the bottle is empty. And the potilka bo'lsa qanday quruq. Quruq. Qaranglar, there is a cup on the table too. Okay. And eliq ustalning ustida yana bir tal nima bor ekan? Stakan bor ekan. Avval bir tal potilka bor shunami? There is a bottle on the table and there is a cup on the table too. And ma too deganimiz mo degan gap shu. Ustalning ustida bir tal nima bor ekan? Potilka bor ekan. The cup is clean. Eliq nima? Cup. Cup deganimiz nima? Stakan. Eliq stakan. Xos stakan men avval tilg'agan shu oshxonadagi shu stakan qanday sani pokiz. Okay. So, question is, Mrs. kitchen very large? No. There is a television in the Mrs. kitchen. Is that right? Oshxonada bir tal televizor bor, shundami? Yes, ma? No. There is a refrigerator bor, shundami? Electric cooker bor, lekin televizor yo'q, shundami? And so, ma'ni qilib qo'yganlar, what color is the refrigerator? Okay, what color is the refrigerator? What color? It's white, right? So, next question, what is on the table? Table knows the name? A bottle and a cup. Is the bottle empty? Yeah. Yes, it's empty, right? Is that cup dirty? No, it's clean, right? Xo'sh, hamsa, bugun o'rganmoqchi bo'lgan grammatika nuqtamiz nima desanglar? There be jumla shakli. Odatda bu jumla shakli nima desanglar? Ma'lum joyda ma'lum narsaning borligini tushuntirish uchun ishlatiladi. Demakchi, there is yoki there are. Endi buningki birinchi xil shakli there is demakchi BP keladi bu yerga. Endi bu yerga nima desanglar? Shayning ismi keladi bundan keyin. Uningki nima desanglar? Bor o'rin bildirildi. O'rin bildirildi. Odatda nima desanglar? Shay ismining sanig'ini bo'ldigan birlik bo'lsa, izni sanig'ini bo'ldigan ko'plik bo'lsa, are ni ishlatamiz odatda. Masalan qaranglar. There is a cat in the car. Okay. Mashinada bir tal mushuk bor. Demakanda there is birlik bo'lsa, there is a cat in the car. And keyindikisi o'rinni ko'rsatdi, o'ttirdikisi shu shay narsani ko'rsatdi, beshid nima desam, bor deb. Ya Uyg'ur tilidan ta'tum ekan bolalar. Hech qilsa ko'nab qolasizlar. There is a book on the table. Ustalning ustida bir tal kitob bor. Okay. Demak ham nima kerakki? A book deganimiz hamda shu bir tal narsa. Agar u ko'plik bo'lib qolsa, masalan, there are two pens near that bag. And then there are two pens, ikki tal qalamlar.
Demakchi ikki tal qalam bor ekan bu yerda. Tushunami? Nari near that bag. Au nimaga yaqin? Sumkaga yaqin. Sumkaga yaqin. Yoki there are some chairs in this room. Oh, in his room, sorry. Okay, endi uning uyida bir necha tal o'rindiq bor ekan. Demak, endi mushuninki mush qalbini yozib olsanglar, bolalar, there be agar sanog'ini bo'ladigan birlik bo'lsa, there is ni shiltimiz, sanog'ini bo'ladigan ko'plik ko'p qolib qolsa, uningdan keyin there are ni shiltimiz. Uningdan keyin shuning asosan shu ismlarningki birlik shakli va ko'plik shakli keladi. Undan keyin sanog'ini bo'lmaydigan narsalarni keyin to'xtalamiz. Okay. Anda shu jumlaning oddiy savol shaklini yasash uchun qanday qilmaymiz desanglar, shu BPLni oldilamay chiqib qo'ysak kifoya. Okay. Masalan qaranglar. Okay. Qarab baqirgan bo'lsak, is there a cat in that car? Okay, ashu carniki is there a cat? Demak, is the oldilamay chiqib qo'yadi. Is there a book on the table? Stalonosda kitob bormi? Are there two pens near that bag? Okay. And are there any chairs in his room? And the yerga ma some bir xato bo'lib qopti. Sorry. And buni nima dersanglar any bo'lish kerak. Mush ko'plikdan some savol jumlaga kelganda any bo'lish kerak. Ma'ni kelar soatimizda tafsili to'xtiramiz. Okay. Endi ma keyin qisqartirsak yana nima dersanglar jumlaning bo'lishliq shakli hamda bo'lishsiz shakli uchun keyingi notni qasaqlan kifoya. Masalan, there is not a cat in that car. Okay, in the car. Nima dersanglar mashinada nima yo'q, mushuk yo'q. There is not a book on the table. Table ustida nima kitob yo'q. There are not two pens near that bag. Demakchi hamda shu sumkaga yaqin nima dersanglar ikki nima qalam yo'q. And there are not some chairs in his room. Demakchi ham yana not any chairs bo'lish kerak. Ma inkor bo'lganda, ma ishlash jarayonida sal xatolik ko'rilibdi, ma PPTda. Shunga shu ko'gichilar bir tuzitib o'qiyotgan bo'lsang ayibga buyurmaydi-ku. Mishalki there are not any chairs bo'lish kerak. Tushundingmi? Some chairs bo'lmaydi. Any chairs. Buni akalar qatim ko'pincha ishlatamiz. Endi masalan some bilan any ning farqi nima desanglar, buning ishlatilishi odatda some any ingliz narsalarning aniq sonini bildirmasdan faqat son yoki miqdor jihatdan ko'p ekanligini ifodalaydi. Demakchi, sanog'ini bo'lgan ismlar kelsa bir qancha, bir oz, azroq. Endi sanog'ini bo'lmaydiganlar kelsa shu azroq, biroz degan ma'nosi bor. Masalan bu anyning savol jumla va inkor jumlada ishlatishimiz qanday desanglar, masalan are there any ties on the chair? Okay. Endi o'rindiqning ustida bir nechta galaktiklar bormi? Demak, ko'plikninki shunga o'xshash savol jumlalari any keldi. Yoki inkor. No, there aren't any ties on the chair. There aren't any ties on the chair. Masalan, is there any milk in that cup? In the cup? Yoki sanog'ini bo'lmaydiganlarga kelib, bu any. Bir azroq degan gap. Demakchi, stakanda azroq nim bormi? Sut bormi? Is there any milk in the cup? Okay. Andaqda no, there isn't any milk in the cup. Okay, endi stakanda nima desam, sut yo'q. Demakchi, endi bo'lish birga savol jumlaga, birga inkor jumlaga mush any keldi. Birga sanog'ini bo'lganini ko'plikka, sanog'ini bo'lmaydiganini o'ziga. And I said, are there any newspapers on the shelf? And jazining ustida bir nechta gazet bormi? No, there aren't any newspapers on the shelf. And the some odatda shu bayon jumla. Okay. Shu bo'lishliq bayon jumlaga qanday desanglar ishlatildi. Masalan, there is some water in the glass. Demakchi, azroq suv bor. There are some cigarettes in the box. And the qutuda bir nechta tal. Demak, sanog'ini bo'lganlarning kelsa bir nechta tal bo'ldi, bolalar. Sanog'ini bo'lmaydigan kelsa azroq biza. Shunday biza deb qo'ydi o'rimchida degandek bo'ldi. And there are some books in my bag. Demakchi, the some. Okay. Masalan qaranglar, yana birga shu savol jumlaga javob berishda ishlatildi. Masalan, is there any milk in the cup? Yes, there is. Yoki there is some. Shunami? Okay. Are there any ties on the chair? Yes, there are. There are some. Degandek. Xo'sh, hamsa, sog'lashlar.
Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. Sizlar mush mashq darsiga mashqni ishlab, vahshiy ishlab o'tinglar. Ishlab tushunmagan yeringlar bo'lsa bizning appniki ovozliq un qaytarish ixtiyori bor. Shu yerdan qaytarsanglar. Bo'ldi. Bugungi darsimiz mushagicha bo'lsin. See you next time. Goodbye.